aholining nomidan, 200 ta oilaning nomidan iltimos qilib so'raymiz, hurmatli prezident, bizning murojaatimizni bee'tibor qoldirmang. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Biz bu yerda yig'ilgan yangi uy novostroykani egalari kredit house uchun kredit house orqali pul to'lab kvartira olganmiz. 239 ta shartnoma orqali uylar olingan. Mana o'zim misol uchun 223 million pul to'laganman. O'shandan quruvchiga bor yo'g'i 147 million o'tgan. Qolgan pullar ham o'tmagan. Hozirgi kunda uylarimiz qurib bitkazilmagan. Quruvchi qurilish ishlarini to'xtatib qo'ygan. Hozirgi kunda endi keyingi taqdirimiz hali noma'lum bo'lib qolmoqda. Pullarimizni ham ololmayapmiz, uyimizni ham olishimiz hali dargumon bo'lib qolgan. Sizdan iltimos, davlatimizda qonun ustuvorligini yana bir bor ko'rsatib, bizni o'z himoyangizga olsangiz va uylarimizni olishimizni amaliy yordam ko'rsatishingizni so'raymiz. Здравствуйте, уважаемый президент Шавкат Миромонович. Мы здесь тут собрались все жильцы, которые брали новостройку в этом доме, у кредит хауса. 267 семей сейчас могут остаться без квартиры и без денег. Прошу помочь нам разобраться с данной ситуацией. Мы заплатили около 360 миллионов кредит хаусу. Из данной суммы всего лишь застройщику перешли деньги 130 миллионов. Просим помочь в нашей ситуации. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Biz mana 2023 dekabr oyida kredit house bilan shartnoma tuzib, mana stroyka nimaga to'lov qilganmiz, uy olganmiz 240 ta xonadon. Hozir endi mana 3 oydan beri kredit house qurilish kompaniyasiga pul o'tkazmayapti. O'shaning sababli hozir stroyka to'xtab qolgan. Endi bormagan joyimiz qolmadi, kirmagan joyimiz qolmadi. Hech kim eshitmayapti bizning dardimizni. Endi o'zdan iltimos qolamiz, 240 ta xonadon. Endi yordam berishingizni so'raymiz.